Assalomu alaykum aka ukalar. Kuni quyoshli kunlar ham keldi aka ukalar. Makallarni chiqarib bir toza havoda dam beryapmiz. Mana shu ikkalasi tug'yapti hali. 6tasi, 4tasi tug'mayapti aka ukalar. Bir kun turib bir kun tug'yapti ikkitasi. Ana bu bilan mana bu. Xo'razimiz doktor İlyasbekdan kelgan jo'ja. Qozog'istonda chempion bo'lib yurgan Bardo'yning o'g'li, Pryamoy o'g'li. Makkalarni bosyapti. Xudo xolasa bu yil shundan tuxum bo'ladi, jo'ja bo'ladi. Bu juda ham tez jo'ja ekan bu aka ukalar. Kichikroq bekarchisini qildim o'zimni jo'jalarim bilan. Yo'l kaltaki juda ham zo'r ekan, buni yoqdi menga. Zo'r ekan. Endi shu hammasi tug'ib boshlasa bir qator ochtiramiz, so'rab qo'yganlarga ham beramiz. Issiq bo'layapti, quyosh bo'layapti. Ularni to'ydi shekilli yemayapti. Ukalar bu makallar o'zimizga. Bularni sotmaymiz. Bir yilki tulak makan bo'ldi endi bular. So'raganlarga tuxum beramiz, sotamiz. Jo'jasidan ham ochtirib sotamiz, xudo xolasa. Mana shu 6 makanni ichiga tashlab qo'yibmiz. Sog' salomat bo'lasizlar aka ukalar.